Hammaga salom. Bugun rolikimizda Tigrni kontrol qilish, qanaqa o'ynashga qisqacha tushuntirib o'taman. Skilllarni qanaqa qilib ishlatish mumkin. Birinchi bo'lib, ikkinchi skilldan qanaqa qilib to'g'ri foydalanish mumkin. Ikkinchi skill bizga itaramiz va tepaga ko'taramiz va itarganimizda, misol uchun sheriklarimiz piyoda bo'ladigan bo'lsa, sheriklarimizdan uzoq qo'yib qo'yamiz yoki sheriklarimizdan oldiga olib kelishimiz mumkin. Bu xato. Tigrda har doim kontrol qilayotganingizda devor tarafga itaylik. Nega devor tarafga? Devor tarafga itarganimizda ko'proq ushlaymiz va hech qayerga qochib ketmaydi. Shunda ko'proq kontrol qilgan bo'lamiz va sheriklarimizga bitta joyda ushlaymiz. Mana ko'proq ushaladi va devor tarafga itarganingizda ham flik ham ishlata olmaydi, ham qanaqadir skillni ham ishlata olmaydi. Va har doim agar biz 2 bilan boradigan bo'lsak, 2ni bunisini ishlatmaylik, birinchi bo'lib buni urganingizda yaxshi. 2 barar ko'proq kontrol bo'ladi va sekinlashtirishga ham ulgurasizlar. Har doim ko'plar misol uchun yugurib boradi, tepaga ko'targanda uje mamni ishlatishga ulgurmay qoladi, qochib ketadi. O'shaning uchun yugurib borgandan keyin buni ishlatib turib, keyin ko'targaninglar yaxshiroq va ko'proq kontrol bo'ladi. Flik bilan o'ynaganingizda sheriklik aytib qo'yiladi, flikim bor deyiladi. Mana misol uchun mana bu yerdan flikim bor deyiladi va ultimate'im bor deyiladi. Va shunda qanaqa bo'ladi? Boramiz, kontrol qilganimizda orqaga sheriklarimiz tarafga itaramiz. Agarda misol uchun bizda uje bu bo'lmaydigan bo'lsa, sheriklarimizga aytamiz, "Men sen oldinga olib kela olmayman" deyiladi va u tarafga borib turib kontrol qilinadi va ikkisi bilan yana ko'tarib yuboriladi. Shunda aytinglar, chunki bir xilla o'ylaydi, hozir menga olib keladi deb o'ylaydi. Bunaqa borganingizda olib keladi deb o'ylab kutib o'tirishi mumkin. Shunda har doim aytinglar, mana misol uchun ma'minim bor yoki yo'q. O'shan bilan o'ynanglar. Va har doim bashniga olib kirishga harakat qilinglar va srazu kontrol qilib ushlab qolinglar. Bashnida ko'proq uron beradi. Agarda Tigrda tezroq ulti to'ldirishi yoki tezroq skilllarni ochishi bilmoqchi bo'lsangiz, qanaqa botga yig'iladi, u unaqa videoni chiqarganman. Bemalol kanalimga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Agar videongiz foydali bo'lgan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'ying. Hammaga xayr.